derdimiz, fida bulsun cenimiz. Hak için hem can verir, ahır bulduk azattık. Kalbimizde var bulgaçka, itikat imanımız. Akılların canları, rüşvet o tarih bitirir. Nesli kaldı kendi var, Beko'nun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaykum hörmətli özür köyçülər. Bu yıl 11-ci ayının 13-cü günüdən 14-cü günügəcə Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzülüdügan 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayıga bağışlanğan məxsus proqramımızga xoş gəldinglar. Mən qeyrindişinglar Hidayat Musacan. Həmmələrinə məş vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz görünmənlər. 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayının vəkillik saylımı 22 avqust yakshanba kuni muvaffaqiyatli holda oxirlashdi. Tövəndə diqqətinizlər bu vaqtdagi məxsus xəbərimizin təfsilatında bolsun. 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı Tayyorluq Komitetining o'rinlashtirishiga asosan 22 avqust yakshanba kuni 20 dan ortiq davlatda bir tutash holda elib berilgan demokratik saylam orqali 400 nafarga yaqin vakil nomzodi ichidan 200 nafar rasmiy vakil saylab chiqildi. Saylamda g'alaba qilinmagan bo'lsa-mu, ammo nomzodlik iltimosi qurultay tarafidan rasmiy yo'sinda tasdiqlangan boshqa vakil nomzodlarining hammasi kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. Bu navbatlik vakil saylamida Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Yaponiya, Turkiya, Germaniya, Norvegiya qatorliq davlatlarda maxsus saylam sanduqi ta'sis qilindi. Koronavirusi sababidan saylam sanduqi ta'sis qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi vakillik saylimi shu allarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlarining nazoratchiligida to'r orqali ovoz berish usuli bilan saylab chiqildi. 22 avgust kuni har qaysi allarda elib berilgan vakillik saylimi intayin keskin va tatliq raqobatlarga sahna bo'ldi. Ko'plagan qarindoshlarimiz ijtimoiy taratqularda bu vaqtda qilgan yurak so'zlarida o'zlarining tunji qitim o'z xalqining vakillarini demokratik usulda saylash huquqiga erishganligidan cheksiz mamnun bo'lganligini va Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi yuksak vakillik organi hisoblangan Dünya Uyghur Qurultayining bundan keyingi xizmatlariga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilishdi. 22 avgust kuni Dünya Uyghur Qurultayining markaziy organi joylashgan Myunxen shahrida maxsus saylam sanduqi ta'sis qilingan edi. Germaniya hukumatining koronavirusi sababidan yo'lga qo'yilayotgan karantin tadbirlari tufaylidan Myunxen shahridagi qarindoshlarimiz guruhlarga bo'linib saylamga qatnashdi. Ba'zi qarindoshlarimiz to'r orqali ovoz berdi. 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayi Tayyorluq Komiteti vakillar komissiyonining mudiri Turg'unjon Alovdin apandimning riyosatchiligida Myunxenda o'tkazilgan vakil saylami Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlandi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi saylam boshlanishdan burun qilgan so'zida tövendikilarni ifoda qildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugün Uyghur Demokratiya hareketideki bir başlangıç. Biraz ilgili bizden bu saylam komisyonumuzun müdürü Turg'unjon Efendi'nin dert etkenlikte dünyanın 20'den artık devletinde saylamların oldu başlandı, neticeler kep oldu. Bugün 20'deki cümle Myunxen'deki Uygurlar 7. növbette kurultayımızın vekillerini saylaş için bir yer yığıldı. Bu bizim için bir tarihi gün. Uygur Şarkı Türkistan Milli Azatlık İnkılabı'ndaki yeni bir başlangıç. Biz bu arkalık özümüzün hareketinin demokratik düşüncesinin yalnız eğizde emez, emniyette fiili cihetimi kandak icra kılalaydıqalığımızda halkımız bildirdiğen dünyada Uygurların kandak bir demokratik bir devlet idare kılalaydıqan bir anı seviyeye iyi boğalığımızı gösterdiğen bir gün. Bu münasebetle dünyanın hem hikayede bugünkü bu saylamda vakit çıkıp kelgen özünün sayılış hukukunu tuncu ketim belki bir gün his kılan qarindaşlarımız var. Şu anda bütün bu qarindaşlarımızın kızını tebrikleyiniz. Bu ketim sayılımızdan vekilimiz, milletimiz ya hayırlı buluşunu milli davayımızda Uygur demokratik hareketiye hayırlı buluşunu Cenab-ı Allah'ın dileyimiz mübarek olsun.
Myunxen şəhərdə ilgiri keyin bo'lib 4 soatga yaqin davom qilgan vakil saylamining Divan hay'ati Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Erkin Olibtekin va qurultayning sobiq muavin raisi Anvarjon qatorliq 4 nafar kishidan tarkib topdi. Jiddiy raqobat orqali Myunxen shahridagi 29 nafar vakil nomzodi ichidan 15 nafar rasmiy vakil saylab chiqildi. Qolgan 14 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. 22 avgust kuni Turkiyaning İstanbul shahrida o'tkazilgan vakil saylami intayin keskin raqobatga sahna bo'ldi. Turkiya vakil saylash komiteti tarafidan yakshanba kuni İstanbuldagi Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfining ishxonasida, Zaytunburnu rayonidagi Taklimakan Uyg'ur nashriyotining ishxonasida va Safakoy rayonidagi Samovar choyxonasida maxsus saylam sanduqi ta'sis qilingan edi. İstanbul vaqti tushdan burun soat 11 da boshlangan saylam taxminan 6 soat davom qildi va Turkiyada yashayotgan 350 nafardan ortiq qarindishimiz ovoz berishga qatnashdi. Saylam natijasida İstanbul'daki 31 nafar vakil nomzodi ichidan 15 nafar rasmiy vakil saylab chiqildi. Qolgan 16 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. 7. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi tayyorlik komiteti tarafidan Turkiyaga bo'lib berilgan rasmiy vakillik soni jami 25 nafar bo'lib, nomzodlik iltimosi qabul qilingan 51 nafar nomzod saylamga tushdi. Turkiyaning Anqara va boshqa rayonlardagi vakil saylami to'r orqali o'tkazildi va İstanbuldan boshqa rayonlardan yana 10 nafar vakil saylab chiqildi. Turkiyadan jami 26 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. İstanbuldan vakil saylamiga qatnashgan ba'zi qarindoshlarimiz saylam maydonidan o'zlarining yurak so'zlarini ifoda qilib tövendekilarni bayon qilishdi. Assalamu alaykum do'stlar. Bugün bizim için ait kutlu, hayacanlı bir gün deb aytalaymiz. Ben Uygur buluş bütün bilen hayatımda, tarihimde bu kadar hayacanlı kapahmagan desem buludu. Bizninki Uygurlarımız muhaciriyet surulup Türkiye'ye gelip Uygur kurultayının ki Türkiye'de turuşluq saylamga birinci qetim qeyqilyapmiz. Biz bunun için hayacan ağzım getkemeyapti. Hayırlı uğurlu olsun halkım için, milletim için. Burunarak bizninki vatanimizden, bayrağımızdan kökler tepelişi için, vatanimizden bir devletimizdeki Doğu Türkistan buluş için hepimiz beraber saylamga qatnashaylik, öyle ortamalar, planlar, oyunlarni qo'llaninglar. Şarkı Türkistan'da Uygur qarindoshlar, biz bugün 8. ayın 22. günü Dünya Uygur qurultayining 7. qitimliq saylamiga Türkiye'den vekil qilib avatish uchun Türkiye'den 15 Uygur qarindoshimizni Avrupa'da bo'lgan saylamga saylab berish uchun bu vazifa bilan men keldim. Hazır ben hayatımda teşkilatçılıkta bulup ben Türkiye'de yaşamışken tuncu qitim özümüzden teşkilatlar evet edilen vekillerimizle evet için tuncu qitim ben bir avaz verişim. Ben bu tizimliklerini okudum. Tizimliklerin üstünde 20'den köp qarindoshlarimiz varken bunun içinden 15 ben vatanga xizmat qilmay deb aldığı çıkan yigit qizlarimizga avaz berish uchun bu yerga keldim. Hazır ben avaz berish uchun hamma narsa tayyor bo'ldi. Bu forumdan toşkuz buldum. Hazır hemmelerini görüp durgandek insanlık taşlayma. İnşallah Allah mübarek kılsın. Amin. Hemimizge hayırlı olsun. Hayırlısı. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Bugün 7. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayiniki vekillikni saylash saylam bo'layotidi. Saylam o'rnimiz Safakoyda Samovar choyxonasidagi kirish qatida bo'layotidi. Shuning uchun vaqtning qo'shishiga az qoldi. Şuna bizni Uyg'ur deb atagan qarindoshlarımızdan kelib, biz saylamda bizni xalqan odamga belgilar tashlab, o'zining vakilini saylashini umid qilamiz. Shuning uchun soat 5gacha saylam oxirlashadi. Hamma uning bir qadam tashkil qilishini kutyapmiz. Allohga emanet. Qirg'izistondagi qarindoshlarimiz koronavirusi sababidan yo'lga qo'yilayotgan qattiq karantin tadbirlariga qaramasdan 22 avgust yakshanba kuni Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining o'rinlashtirishi bilan Bishkekdagi bir zalga jam bo'lib vakil saylami o'tkazdi. Sharq Turkistonning ayol tuzluq ko'k bayrog'ini ko'tarishgan holda saylam zaliga yetib kelgan qarindoshlarimizning saylamga qatnashish qizg'inligi intayin yuqori bo'ldi va ular qurultay vakilligi uchun tunji qitim demokratik usulda saylam o'tkazilganligidan intayin xursand bo'lganligini va buningdan cheksiz g'urur his qilganligini ifoda qilishdi. Saylam natijasida 17 nafar vakil nomzodi ichidan 10 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 7 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. 22 avgust kuni Yaponiyaning Tokyo shahrida maxsus saylam sanduqi ta'sis qilindi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Yaponiya vakil saylash komitetining nazoratchiligida o'tkazilgan saylamda ilgari keyin bo'lib 100 nafardan ortiq kishi ovoz berishga qatnashdi.
Saylam natijasida 8 nafar vakil nomzodi ichidan 5 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 3 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukarim Abdurahmon apandi stansimizga qilgan so'zida, keyingi yillardan buyon Yaponiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning milliy da'voyimizga qatnashish qizg'inligining kundan kunga ishib berayotganligini va ularning dunyo Uyg'ur qurultayiga bo'lgan qo'llashining nihoyatda yuqori ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. 22 avgust kuni Amerika Uyg'ur birlashmasining o'rinlashtirish bilan Washington shahrida maxsus saylam sanduqi ta'sis qilindi. Amerikaning boshqa rayonlarida yashayotgan qarindoshlarimiz vakil saylamiga tor orqali qatnashib ovoz berdi. Amerika vakil saylash komitetining nazoratchiligida o'tkazilgan demokratik saylam natijasida 17 nafar vakil nomzodi ichidan 15 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 2 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Amerika Vakil saylash komitetining a'zosi Ömer Qanat apandimning stansimizga bildirishicha, Amerikada yashayotgan qarindoshlarimizning 22 avgust o'tkazilgan vakil saylamiga bo'lgan qiziqishi yuqori bo'lib, saylam nihoyatda uzungacha davom qilgan. 22 avgust kuni Norvegiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Oslo shahrida maxsus saylam sanduqi ta'sis qilindi. Norvegiya vakil saylash komitetining bevosita nazoratchiligida o'tkazilgan demokratik saylam natijasida 16 nafar vakil nomzodi ichidan 10 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 6 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. Avstraliyada koronavirusi vaziyati intayin jiddiy bo'lgani uchun 22 avgust kuni Avstraliyaning Sydney, Adelaide, Melbourne shaharlaridagi vakil saylami shu o'rinlarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlarining nazoratchiligida butunlay tor orqali ovoz berish usuli bilan elib berildi. Natijada 22 nafar vakil nomzodi ichidan 18 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 4 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'istondami kollektiv holda saylam o'tkazish imkoniyati bo'lmagani uchun Qozog'iston vakil saylash komitetining, shundaqla oqsoqollar va yigit boshlarining o'rtaq nazoratchiligida Uyg'urlar o'ltiraqlashgan har qaysi rayonlarda ayrim holda vakil saylami elib berildi. Ba'zi rayonlarda tor orqali, ba'zi rayonlarda qo'l ko'tarib ovoz berish usuli orqali elib berilgan saylam natijasida 39 nafar vakil nomzodi ichidan 30 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 9 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi bilan O'zbekiston vakil saylash komitetining nazoratchiligida 22 avgust Toshkent va boshqa rayonlarda elib berilgan saylam natijasida 9 nafar vakil nomzodi ichidan 6 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqildi. Qolgan 3 nafar vakil nomzodi qurultayning kandidat vakillik salohiyatiga erishdi. Favqulodda ahvol sababidan Kanadadagi vakil saylami Kanada Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan 15 avgust o'tkazilgan. Sanduqqa bilet tashlash usuli bilan elib berilgan saylam natijasida 18 nafar vakil nomzodi ichidan 15 nafar kishi qurultayning rasmiy vakilligiga saylab chiqilgan. 22 avgust kuni boshqa allardagi vakillik saylami asosiy jihatdan tor orqali ovoz berish usuli bilan saylab chiqildi. Uyg'urlarning soni oz bo'lgan davlatlardagi vakillar qurultay tayyorlik komiteti tarafidan bekitib chiqildi. 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining rasmiy vakillarining tizimligi 9-oyning 1-kunidan burun Qurultay tayyorlik komiteti tarafidan bir tutash holda e'lon qilinadi. Vakillarning tizimligi e'lon qilingan kundan e'tiboran rasmiy vakillar o'zlarining qurultayning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'ishlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. 22 avgust vakillik saylamining muvaffaqiyatli o'tkazilganligi munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi tayyorlik komitetining raisi Farat Yo'ronqash apandim yangidan saylab chiqilgan butun vakillarimizni qurultay nomidan qizg'in tabriklaydiganligini, saylamning muvaffaqiyatli o'tkazilishida muhim rol o'ynagan har qaysi alladagi Uyg'ur tashkilotlarimizga va har qaysi davlatlarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlarining fidokor a'zolariga alohida rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, hozirgi 6-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillarining vakillik salohiyatining 22 avgust kunidan e'tiboran rasmiy oyoqlashganligini, ularga hozirgacha ko'rsatgan xizmatlari va fidokorliklari uchun qurultay nomidan cheksiz minnatdorlik bildiradiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Farat Yo'ronqash apandi so'zida yana navbatdagi 6-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi rahbarlik hay'atining vazifa o'tash muddatining 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining rahbarlik saylamiga qadar davom qiladiganligini eskartib o'tdi.
7. növbətlik qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillari millat vakili yoki parlament a'zosi tusini olgan alohida salohiyatga ega bo'ladi va ular o'zlari turishliq davlatlarda Dunyo Uyg'ur qurultayiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Vakillarning alohidaliklariga qarab ular qurultay qaramog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikka taqsim qilinadi. 7. növbətlik qurultayda vakillarga maxsus alohida ishlangan vakillik kimligi tarqitib beriladi. Qurultay rahbarlari qurultay vakillari ichidan saylab chiqiladi. Undan boshqa yana 7. növbətlik Dunyo Uyg'ur qurultayining vakilligiga rasmiy nomzod bo'lish salohiyatiga erishgan, ammo saylamda vakil bo'lib saylanmagan butun nomzodlarga kandidat vakillik salohiyati beriladi. Kandidat vakillar Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlariga va qurultay tarafidan chaqiriladigan milliy kengash yig'inlariga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'lib, qurultay vakillarining ichida vafot bo'lgan, iste'fo bergan yoki turli sabablar bilan vakilligi qoldirilganlarning o'rniga kandidat vakillar to'liqlab saylanadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida bu yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayiga bag'ishlangan maxsus programmamizni diqqatingizga taqdim qildik. Ko'ngil qo'yib anglaganinglar uchun rahmat. Keyin qaytimliq programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr, xo'sh.